Hozir kundagi eng trendda bo'lgan 10 brendi bizga ham sotuvga keldi. O'sha Xitoyga borganimda ko'zimga yoqqanlarini yig'ib olib keldim. Men o'zim yoqtirgan krossovkalar bitta xonasi. Mana shu 3tasiga waterproof yozilgan. Suvda kiyish mumkin menimcha. Shunaqa deb sotishdi. Bu yerda mana bunaqa neobычный rangi ham bor ekan. So'g'aligi zo'r. Korobkasi ham bitta mashina kelib, o'zgacha korobkada, o'zidagi pardoviy korobkada chiqargan. Tilla ranglari bilan neobычныйga ancha bogatый turadi. Buni o'zini mana chikoklisi bor, qorada oq, qorada podoshasi oq. Hop, bitta mana buni o'zim yoqtirib oldim. Yumshoq podosha o'sha zallaga, sayohatga chiqqaninglarda, masalan, ertaga bahorda, yozda issiq kunlarda kiyishga va peshzo'r narsa. Ham setkalari ham ichigacha havo o'tadi. Mustahkam setka. Yirtilib, masalan, teshilib ketmaydi, xudo xolasa. Mana bu bejviy xaki, bejviy rozviy, bejviy ichi tonusing. Mana shu 3 ta rangi yonib turibdi alohida bo'lib. Buni ham ko'rasizlar. Mana ranglar internetda o'sha tarqalgan rangda, kimga qiziq bo'lsa, razmerlari bor, qorasi. Bularning oldida zashtasi bor ekan, mana joylari ham mustahkam material, manimcha qor yomg'irda kiysa bo'ladi. Xo'p, bular razmer 36 dan 40 gacha, narxi 450 ming. Bitta muammosi 39 razmerning ichi 25 sm chiqadi stilkada, 40 razmerni ham ichi 25 sm